Bitta narsa, harakat qiling, intiling. Noligan sari battar bo'ladi. Nolish deganda ko'pchilik aytadi, men nolimayman, men noshukrmasman. Sizni turishingiz o'zi noshukrlik. Mana shunday qilib o'tiribsiz-ku, mana shuni o'zi noshukrlik. Siz misol uchun qovoq yasab olib, alhamdulillah deganingizda bu munofiqlik bo'ladi. Sizni tili shukrona aytyapti, butun vujudingiz atrofga norozilik tarqatyapti. Sizni butun vujudingizdan shukrona tarqasin. Birinchi o'rinda qo'lni silting. Silting, siqiladigan nima bor hayotda? Siqilib nimani hal qildi shu kungacha? Qo'lni silting. Bir o'lib, bir qolsin deng. Kimdir sizni yoqtirmayaptimi? Ularning problemasi. Kimgadir yaxshi ko'rinishga urinmang. Barcha insonni rozi qilish yetib bo'lmas maqsaddir. Hech kimni rozi qila olmaysizlar hayotda. Biror bir maqsadga yetmoqchi bo'lsangiz, yetib bo'lmas maqsaddan voz keching. Ya'ni biror bir maqsadga erishmoqchi bo'lsangiz, hammani rozi qilishdan voz keching. Hamma insonlarga ma'qul kelgan taqdiringizda ham ma'qul kelgan taqdiringizda siz farishtaga aylanib olasiz. İnsanlar darajasidan farishtalikka o'tib ketib olasiz. Agar farishtaga aylangan taqdiringizda ham shaytonga yoqmaysiz. Demak, baribir kimgadir yoqmas ekan.